Agar inson tanasidagi barcha qon tomirlar bir-biriga ulansa, uni uzunligi yer sharini 2,5 marta aylanib chiqishga yetadi. Qonni transportga o'xshatish mumkin. U tanamiz bo'ylab kerakli moddalarni tarqatadi va keraksizlarni olib tashlashga yordam beradi. Yurak esa ushbu transportni harakatlantiruvchi vazifaga ega. Yurak qonni haydash uchun urganda, qon tomirlari devoriga bosim tushadi. Aynan shu bosim qon bosimi deb ataladi. Qon tomirlariga tushadigan bosim yurak urish fazalari bilan ba'zida ko'payadi, ba'zida kamayadi. Yurak qonni haydash uchun qisqargan payt qon tomirlariga eng yuqori bosim tushadi va bu sistolik qon bosimi deb ataladi. Yurak urishlar orasida erkin holiga qaytgan davrda esa qon devorlariga tushadigan bosim eng past miqdorga yetadi. Bu esa diastolik bosim deb ataladi. Shu sababdan qon bosimi ko'rsatkichi ikkita raqamdan tashkil topgan bo'ladi. Bular qon devorlariga tushadigan eng yuqori va eng kam bosimni ko'rsatadi. Sog'lom inson qon tomirlari sistolik bosimi 90 dan 120 gacha, diastolik bosim esa 60 dan 80 gacha bo'ladi. Bu bosim miqdorini o'lchaydigan birlik millimetr merkuriyda o'lchanadi. Ya'ni 120 va 80 millimetr merkuriylar. Qon bosimi yuqori raqami 120 dan 129 gacha ko'tarilsa, pastki raqam esa 80 dan past bo'lsa, bu qon bosimini ortishi hisoblanadi. Agar yuqori raqam 130 dan 139 gacha ko'tarilsa, birinchi bosqich gipertenziya deyiladi. Bunda diastolik qon bosimi 80 va 89 orasida bo'ladi. 140 dan 149 gacha ko'tarilsa esa ikkinchi bosqich gipertenziya deyiladi. Bu davrda esa diastolik bosim 90 va undan baland bo'ladi. Qon tomirlar devoriga tushadigan bosimni bir nechta faktorlar o'zgartirishi mumkin. Qon miqdorining ko'payishi, qon tarkibini o'zgarishi yoki qon tomirlarini torayishi. Misol uchun, sho'r ovqat iste'mol qilish orqali qonda suv miqdori oshadi. Chunki tuz inson tanasida suv saqlanishiga olib keladi. Yoki shirinlik iste'mol qilish natijasida qonda glyukozani oshishi. Bundan tashqari, stress yuqori bo'lishi, adrenalin ishlab chiqarilishi natijasida mushaklar bilan birga qon tomirlar qisqarishi ham qon devoriga tushadigan bosimni oshiradi. Qon tomirlari asosiy qismini elastik tolalar tashkil qilgani tufayli, ular odatda bu o'zgarishlarga chidamli bo'ladi. Shunga qaramasdan, agar qon bosimi doimiy ravishda yuqori bo'lsa, ya'ni 140 sistolik, 90 diastolikdan baland ko'tarilishi, qon tomir devorlarida kichik jarohatlar keltirib chiqaradi. Keyin u yerga qondagi ba'zi moddalarni, jumladan yog' va xolesterinni yopishishi boshlanadi. Tana buni sezgan holda jarohatni tuzatish uchun u yerga oq qon tanachalarini jo'natadi. Lekin yara yuzasi yopiq bo'lganligi tufayli oq qon tanachasi o'z vazifasini bajara olmay, u yerga yopishadi va to'siqni yana ham kattalashtiradi. Tana esa yarani davolash uchun oq qon tanachasini jo'nataveradi va to'siqni kattalashtirishda davom etadi. Bu holat tibbiy tilda ateroskleroz deb nomlanadi. Agarda hosil bo'lgan yerida ko'chish yoki yorilish bo'lsa, u yerda qon plaklari hosil bo'ladi va qon oqish uchun allaqachon kichrayib qolgan tomir yanada torayishni boshlaydi. Agarda qon tomiridagi to'siq qon o'tishini mutlaqo cheklab qo'ysa, undan keyingi joylarga ozuqa moddalari va eng muhimi kislorod yetib bormaydi. Agarda bu holat yurakka boruvchi tomirlarda sodir bo'lsa, yurak xuruji yuzaga keladi. Yurak mushaklariga kislorod yetib bormaydi. Natijada hujayralar o'lib, yurak faoliyati ishdan chiqadi. Agarda bu holat miyaga boradigan qon tomirlarda bo'lsa, insultga olib keladi. Miyani bir qismiga yetarlicha kislorod yetib kelmaydi. Bu esa neyronlar o'lishiga sabab bo'ladi va miya faoliyati ishdan chiqadi. Bu holatni oldini olish uchun xavfli darajada toraygan qon tomirlarini bir necha yo'l bilan kengaytirish va qon oqimini qayta tiklash mumkin. Bu usullardan birini angioplastika deb nomlanadi. Bunda torayish yuzaga kelgan joyga sim kirgiziladi. U orqali esa shiriladigan shar yuboriladi va shishiriladi. Natijada qon tomirlari kengaytiriladi. Buni tibbiy tilda balon angioplastikasi deb nomlanadi. Yana bir usullardan biri stent qo'yish. Bunda sim orqali stent kerakli joyga o'rnatiladi va qon oqimi qayta tiklanishi ta'minlanadi. Turmush tarzimizga o'zgartirishlar kiritish orqali qon bosimini nazorat qilishimiz mumkin. Bu o'zgartirishlarni ba'zilarini bajarish oson, ba'zilarini esa rejalashtirish va vaqt talab qiladi. Tuzli, shirin va yog'li ovqatlarni kamaytirish. Tuzli va shirin mahsulotlar iste'mol qilish qonda natriy ortishiga sabab bo'ladi. Natijada qon miqdori ortadi. Bu esa qon tomir devorlariga bosimni oshiradi. Yog'li ovqatlar esa qon tomirlarini qattiqlashtiradi va bosim o'zgarishiga moslashuvchanligi pasayadi. Kundalik jismoniy faollik, mashq qilish turidan qat'iy nazar qon bosimini xavfli darajaga ko'tarilishini oldini oladi. Jismoniy harakat tufayli yurak tezroq uradi, qon tomirlari elastikligi ortadi va qon bosimi pasayishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari, yurakka kislorod kelishi ham yaxshilanadi. Kuniga 30 daqiqa mashq qilish tavsiya qilinadi.
Agar bunga imkoningiz bo'lmasa, har qanday miqdordagi jismoniy mashg'ulot qon bosimini nazorat qilishga yordam beradi. Yetarlicha uyqu. Uyqu paytida yurak urishi va qon bosimi tabiiy ravishda pasayadi. Bu tomirlar uchun dam olish davri. Uyqusizlik yoki sifatsiz uyqu stress gormonlarini, adrenalin, kortizolni oshiradi. Bu esa tomirlarni toraytiradi va qon bosimini ko'taradi. Tadqiqotlarga ko'ra, kuniga 6 soatdan kam uxlash gipertenziya xavfini 20-30% gacha oshiradi. Shuning uchun uyqu miqdoriga va sifatiga e'tiborli bo'ling. Chekishni tashlash. Chekish orqali tanaga kiritilgan nikotin bir zumda qon tomirlarini toraytiradi va yurak urishini tezlashtiradi. Bu qon bosimini tezlik bilan oshiradi. Chekishdan voz kechish bilan tomirlar yana kengayish qobiliyatini tiklaydi. Qon aylanish yaxshilanadi. Chekishni tashlashdan keyin bir necha hafta ichidayoq qon bosimi normallashadi. Yurak kasalliklari xavfi esa keskin kamayadi. Ortiqcha vazndan qutulish. Qon bosimi normada bo'lishiga eng katta hissa qo'shadigan omil bu tana vaznidir. Tadqiqotlar orqali tana vazni va qon bosimi o'rtasidagi kuchli bog'liqlik aniqlangan. Shu sababdan kichik miqdorda bo'lsa ham ortiqcha vaznni kamaytirish qon bosimini yaxshilanishiga sabab bo'lishi kuzatilgan. Ekrandagi videoni tomosha qiling va qon bosimini tushiruvchi 7 ta mahsulot haqida bilib oling. Salomat bo'ling.